Assalomu alaykum. Toshkent davlat yuridik universiteti talabalari bilan bo'ladigan Oltin davr nomli ko'rsatuvimiz davom etadi. Ko'rsatuvimizning bugungi mehmoni ayni shu universitetning xalqaro huquq va qiyosiy huquqshunoslik yo'nalishi maxsus guruhi birinchi bosqich talabasi Rasulbek Qodirberdiyev. Rasulbek, ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Ustoz, yaxshimisiz? Xayrli kun. Men ham sizni shu ko'rsatuvda ko'rib turganimdan mamnunman. Bugun xudo xolasa yaxshi intervyuni o'tkazamiz. Degan umiddaman. Rasulbek, hozirgi kunda maqomingiz talaba. Avvalo menga shu qiziqki, talabalik sizga nimani anglatadi? Avvalambor so'z boshimdan oldin o'zim o'sha Toshkent davlat yuridik universiteti birinchi bosqich talabasiman. Bu yerga kirishimdan maqsad kelajakda o'sha yaxshi kasblarni egallab, yaxshi ishlarga kirmoqchiman, yaxshi ishlarga kirmoqchiman va talabalik maqomi bu oltin davr maqomi deyiladi. Ya'ni o'sha bu yerga katta maqsadlarga kirganman. Xo'p, o'qishga kirdingiz. O'qishga kirganingizdan keyin mana qariyb 1 yil bo'lyapti. Talabalik davrida sodir bo'lgan qanaqadir qiziq voqealar bilan bo'lisha olasizmi biz bilan? Ha, albatta. O'sha universitetga kelgan paytim tanishtiruv haftaligi boshlandi. Tanishtiruv haftaligida men juda ko'plab sarguzashtlarga, voqealarga yuz keldim. Ulardan bir nechtasi o'sha mentorlarimiz tomonidan universitetning hamma joyini o'rganib chiqish, ya'ni o'sha paytda men o'zim universitetni boshqacha his qilganman. Universitet boshqacha bo'ladi deganman, lekin u boshqacha bo'lib chiqqan. Turlicha. Keling, shuni bir aniqlashtiraylik. Menga ham qiziqda. Kirishingizdan oldin universitet tasavvuringiz qanaqa edi va kirganingizdan keyin real hayotda universitet qanaqa ekan? Ha, albatta. O'sha kirishimdan oldin universitetda bunaqa katta ko'rsatuvlar, dasturlari yoki loyihalari bo'ladi deb o'ylamaganman. Faqatgina dars jarayonlari, o'sha o'qituvchilarning ta'lim berishi, studentlarning o'sha ta'lim olishi haqida fikrga ega bo'lganman. Bunaqa loyihalarda qatnashaman, intervyular beraman yoki madaniy ma'rifiy ishlar bilan shug'ullanaman deb o'ylamaganman. Yoki dars jarayonlari ham men o'ylaganimdek kechmagan. Emas bo'lganda. Albatta. Mana o'zingiz aytdingiz, madaniy ma'rifiy, ya'ni ma'naviy ma'rifiy ishlar, qandaydir shu tadbirlar va bu siz jamoat ishlarida faolsiz universitetda. Tadbirlarda ishtirok etish talaba uchun qanchalik o'zi kerak? U nima beradi? Xo'p, o'sha tadbirlarda qatnashishim juda muhim. Hamma ham qatnashishi kerak, chunki bu madaniyatni oshiradi. Yurist faqat yuristligicha, ya'ni faqatgina ta'lim olish yoki amaliyot o'tash bilan bog'liq emas, balki madaniy ishlar bilan ham shug'ullanish kerak deb o'ylayman. Chunki madaniyat sohasida o'sha nutq, so'zlash, notiqlik san'ati ham yuristda bo'lishi kerak deb o'ylayman. Chunki yurist bo'lish oson kasb emas. Rasulbek, ishtirok etgan tanlovlaringizdan aytib bersangiz, masalan, siz o'rin olganingizda eshitganmiz, jamoaviy ishlagansizlar, boshqa. Xo'p, ishtirok etgan tanlovlarim juda ko'p. Uning asosiylaridan birini aytadigan bo'lsam, o'sha talabalar festival doirasida o'sha talabalar talant shousiga qatnashganman. Unda men musiqalar kuylaganman. O'sha musiqa kuylash, she'r yozish, o'sha yozgan she'rlarni boshqalar bilan baham ko'rish kabi dasturlar bor edi talabalar talant shousida. O'shanda men qo'shiq kuylaganman va xursand bo'lganmanki, yuridik universitetda faqat yuridik yo'nalishlar emas, balki madaniy ma'rifiy yo'nalishlar hamda shu madaniyat sohasida ham rivoj topmoqda. Biroz endi yo'nalishingizga qaytamiz. Siz bugun xalqaro huquq yo'nalishida tahsil olyapsiz. Va tabiiyki, Toshkent davlat yuridik universitetini o'ziga xosliklardan bittasi bu o'sha exchange dasturini borligi. Ha, albatta. Sizda bunaqa niyat bormi? Qanday u?
Xo'p, o'sha savolingizga javob berishimdan oldin o'sha xalqaro yo'nalishda o'zim tahsil olyapman. Shunga yarasha o'sha bizning darslarimizda ko'pincha xalqaro modullardan dars o'tiladi. Ya'ni o'sha modullarimiz xalqaro yo'nalishga bag'ishlangan. Shuning uchun ham men ingliz tili, ya'ni yuristlar uchun xorijiy til darslarini ham o'tib boramiz. Modullarimiz ham aynan ingliz tilida olib boriladi. Birinchi semestrda har bitta modulimiz ingliz tilida olib borilgan, leksiyalardan tashqari. Shuning uchun ham bizning yo'nalish xalqaro yo'nalish bo'lgani uchun men exchange dasturiga ishtirok etmoqchiman. Shuning uchun hozir ingliz tili bo'yicha tayyorlanmoqdaman. Qaysi davlat universitetiga borishni plan qilganmisiz? Mening planim o'sha Nagoya universitetiga borish niyatim bor. Shuning uchun ham hozir astoydil tayyorlanyapman. Oraliq va yakuniylardan ham yaxshi baho olishga harakat qilaman. Rasulbek, ko'rsatuvimizda yana bir an'anasi bor. Bu oltin davr ko'rsatuvida mehmon bo'ladigan har bir talaba ko'rsatuvni keyingi mehmon talabasiga savol qoldiradi. Albatta. Bizni ko'rsatuvimizda avvalgi sonda ayni xalqaro huquq va qiyosiy huquqshunoslik yo'nalishi birinchi bosqich, adashmasam G harfi yo'nalishida o'qiydigan o'sha talabamiz Javohir Mullaboyev mehmon bo'lganlar va quyidagicha savol qoldirgan. Yuristlar uchun, ya'ni mukammal yurist bo'lish uchun to'sqinlik qilishi mumkin bo'lgan omillar nima deb o'ylaysiz? Xo'p, savol oddiy savol emas, yaxshi savol ekan. O'sha yuristlar uchun bir nechta to'siqlar mavjud yurist bo'lish uchun. Chunki yurist bo'lish oson kasb emas, yuristlik. Xo'p, to'siqlarni aytib o'tadigan bo'lsam, birinchi to'siq o'sha yuristlarga nutq san'ati yetishmasligi. Chunki hozir bizga o'sha kelajakda yuristlik sohasi uchun ko'proq notiqlik san'ati kerak bo'ladi. Chunki advokatmi, prokurormi, oddiy xalq kelganda o'sha ish davomida u oddiy xalqqa hujjat ishlarini yoki o'zini amaliyot ishlarini tushuntirib bera olishi kerak. Haqiqiy adabiy nutqda. Bu asosiy to'siqlardan biri. Ikkinchi to'siq o'sha orada ziddiyatlar kelib chiqishi mumkin yoki kelishmovchiliklar bo'lishi mumkin xalq orasida. Bunda yuristlar juda katta to'siqlarga uchraydi, ya'ni tushuntirib berishda yoki muammolarni hal qilishda. Shuning uchun bunda talabalik davridan, ya'ni o'sha ishga kirishdan oldin katta tajribaga ega bo'lish lozim deb o'ylayman. Rahmat. Va an'anani davom ettiramiz. Biz ham ko'rsatuvni keyingi mehmon talabasiga savol qoldirishimiz kerak bo'ladi. Mening savolim shundan iboratki, biz aytyapmiz, talabalik oltin davrim deyapmiz. Ya'ni talabalik nima uchun oltin davr deb ataladi? Oltin nimani anglatadi bu yerda? Shu savolim. Rasulbek, ko'rsatuvdagi ishtirok uchun, bildirilgan fikrlari uchun men o'z minnatdorchiligimni bildiraman sizga. Rahmat ustoz katta.